Hammaga salom. Do'stlar, bugun biz to'g'risi men boshlovchingiz hozir men sizlarga Black Russian'ni qanday o'ynashni o'rgataman. Birinchi bo'lib buni App Store'dan yoki Play Market'dan yoki Google'dan skачать qilishingiz mumkin. Va skачать qilasiz, загрузка qiladi. Mana shunday ko'rsatadi. Mana bu yerda videoning nickini yozgan. Любой nick yozasiz, chiroyli bo'lsin. Chiroyli bo'lish kerak. Shunday chiroyli. Akam mening ismim Nozimjon. Men shunday qilmayman-da, menga yoqmaydi shu ish. Nima qo'yishim bo'ladi? Vegas University. Bu ham bo'lmaydi. Hozir men juda zo'r nick qo'yganman. Mana Zabonti. Mana igratni bosamiz. Mana shunday ko'rsatadi. Black Russia yozgan. Hozir mana men serverda o'ynayman. Mana shuncha server bor. Mana meniki mana Majettani oldida turibdi. Ko'rdingizmi? Mana Vice'ga bosaman. Kiradi. Mana nima deyapti? Parol. Bu yerda sizning shaxsiy parolingiz bo'lishi kerak. Mana masalan men 1 2 3 4 5 6 7 8 pastidan shuni yozish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Endi bu yerda yozish kerak. 3-level bo'lsangiz nickingiz almashadi. Xohlaysizmi? Agar xohlamasangiz mana propustni bosasiz. Мужчина, женщина. Agar qiz bola bo'lsangiz, женщина, o'g'il bola bo'lsangiz, mujchinani bosasiz, mana bosdi. Bu yerda skin tanlaysiz. Hammasi men masalan buni tanladim. Mana. Обычные по игре. Dani bosamiz, mana. Meni akkauntim bor o'to'la 8-level. Bo'lsa sizlar o'ynaydigan deb men boshqadan akkaunt ochdim. Ba'zilar bilmaydi, ba'zilar biladi. Mana biz boshlang'ich o'yin deb sizga mana ishlarni o'rgatadi. Dia Mikhailchni olib kelasiz. Mana Dia Mikhailch. Mana bu tugmani bosamiz. Mana talini bosamiz, понятно'ni bosamiz. Vibrat работа aytyapti. Men tojikman, shunga sizlarni chalkashib ketyapti. Mana shaxtani bosamiz. Mana bosdik. Shaxtaga ketamiz endi. Burada skuter olmamız mana ketamiz endi. Metr. Mana otolarımıza ketyapmiz. O'zimni qarasam bilan ketmadim. Otolar yo'l uzun. Men pauza qilib o'tkazib sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana biz shaxtaga yetib keldik. Mana qizni topshirga boramiz. Mana so'bshana keldi deydi qilishdan. Mana понятно. Mana kiramiz shaxta. Reklama qiladi-da. Qiladi reklama mana. Hozir biz bu yerdan 1 topishimiz kerak. 1. Hozir reklama to'xtasin. Ладно. Вот, biz hozir kiramiz. Mana. Bu yerda keldik. Mana
forma bo'lgan, mana formacha. Shuni kelamiz mana. Qora edi telefon. Mana Zaraboyt edi. Zaraboyt edi 1000 edi. Xo'p. Mana qizil tochkaga kelamiz. Mana. Rasel bilib ketyapti. Hozir 50 bo'ladi. Barvoq qizini qo'yish kerak 50 bo'lganda. Mana. Burada bo'lsangiz. Shunday qilib o'tadi. Bunda bir ketapish kerak. O'tin. Mana. Mana bu. Burada kelamiz. Hoppa. Hadi 200 ruble verdi ya bizga. Ancha今度こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからバス見に行くからさ。Şimdi rабочий день. Formani yetişmemiz gerek. Formamız. Şöyle kelamiz. Mana. Mana yana formani yoniga kelamiz. Evolitsiyani bosamiz. Mana bo'ldi. Mana bizga berdi. 2 bo'ldi. Endi nima deyapti hozir? Pokinete Intel. Bu yerdan chiqishimiz kerak. Bu mashina. Siyat skuter. Mana. Magazinga bo'lishimiz kerak. Boramiz, mana ketamiz. Magazinga boramiz. Men bularni qilganman, bilaman, hammasini bilaman. Biz borib, telefon so'raman, sim karta, aptechka, shunga o'xshash narsalar. Shular hatto o'zi biladi. Men o'zi bu birinchi bilimda shu ishlarni qilsangiz ikkinchi bo'ladi, keyin armiyaga kirasiz. Men 38-levelman. 2 yildan beri o'ynayman shu bilimni. Hozir lekin men birinchi marta YouTube'ga video joylayapman. Mana orqasi do'kon bu yerda. Mana bitta bola. Kirdik. Nima deyapti? Bitta mobilni telefon. Mana mobilni telefon 8-yilda turibdi. Bosamiz bitta. Bo'ldi. Paka. Endi sim karta. Boy bergan ekan. Sim kartani qo'yish kerak endi-da. Mana sim kartani qo'ydik. Endi bitta aptechka deyapti. Mana ikkinchisi aptechka turibdi. Mana oldik. Endi buni yeyish kerak. Mana. Всё. Bizga hozircha 10 bor. Mana. Ko'p narsa qilish kerak. Mana. Endi kiyim magaziniga boramiz, kiyimlar. Bu yerda kiyim sotib olamiz o'zimizga. Skin deyiladi. Orada erishilishida. Mana shu o'zimizni pulimizga yetadi. Nimaga chiqadi? Bak bu. Mana bu bizga bo'ladi. Endi buni almashtirishimiz kerak skinni. Mana. Shu normalni bo'ldi. Endi siyat skuterdi. Krava olishga ketish kerak. Krava. Mana bu atrofdan ehtiyoj qilaylik. Bırakaylik yani. Biz ketamiz ama. Mana bizlarni bitta kishi olib ketyapti. Olib boring dedim. Yo'l uzoq edi. Hozir olib ketyapti. Mana yarimiga keldik. Почти. Hozir kirib olamiz. Yaxshi bola ekan, meni tushunib olib ketaman dedi. Mana olib ketyapti. Mana ketyapmiz. Mana afshar shkolaga keldik bo'ldi ular. Mana. Keyin mana belgilab
памяти плачет душа. Да ну и пусть любить тебя было неправильно. Может уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти плачет. Bizga hozir kategoriya B kerak bo'ladi. Bu mashinaki, mana bu yerda KAMAZ, kema, avtobus, moto. Bizga hozir kategoriya B olamiz. Mana ketdik. Mana o'rtoqlar, bu yerda bergan savollarning javoblari, buni o'rganishingiz kerak. Mana hammasida yozib turgan. Men buni nima qilganman, bilaman. Ancha yildan beri buni men topshirib olamanmi, bilaman. O'qiganman hammasini. Hayotda ham kerakli narsa bu. Nachatni bosamiz, ketdik. Birinchisi mana kartinka yozgan, avto. Sizlarga shunday ko'rsatmalar, sizlarga aralash. Mana javob beramiz. Test javob beramiz. Mana javob beramiz. Test. Yepla xato bo'ldi bu, xo'p. Voy, yana bitta xato bo'ldi. Mana ketdik. Mana o'rtoqlar, biz testdan o'tdik. Endi mashina haydaymiz. Mana La vida es un carrusel, la vida es un hammasi kerak. Yo'lni mana pоворотник bilan mana ko'ryapsizmi? To'g'riga ketamiz. O'zi aytyapti, M60 dan o'tkazdim. Mana pоворотник. Mana yana поворот. Mana ketdik. Endi tez haydasam ham bo'ladi. Oxiriga yetdim, bo'ldi, prava oldim. Mana 30 kunlik prava berdim mashinaga. Bo'ldi ustolar. O'zi paka, всё. Bo'ldi. Mana endi deyapti, mana unga berdi. Siyaskutda bu avtosalonga borib bitta mashina sotib ol deydi o'rtoqlar. Men hozir boshqa akkaunt bilan ishlashim kerak. Bu videoni keyingi videomga qoldiraman va yana juda qiziqarli, keyingi videomda juda qiziqarli narsalar bor. Kanalimga obuna va like, podpisatsiya, fikrlaringizni kommentga o'qaman.